Ukrayna poytaxti Kiyevdagi Yaroslav Modri davlat kutubxonasida 12 may o'tkazilgan faoliyatda 1944-yili 18 maydagi Qrim surguni qurbonlari yod etildi. Faoliyatda Qrimlik siyosiy mahbuslarning va Qrim Rossiya tarafidan ishg'ol qilingandan keyin bu yerim orolda tutqun qilingan va hozirgacha izlariga bo'lmagan kishilarning rasmlari yer og'ar rasm ko'rgazmasi ochildi. Hamda mahbuslarning oilalariga yordam qilish uchun setish faoliyati o'tkazildi. Qrim tatarlarining simvollik belgilari tushirilgan sovg'at buyumlari, qo'l hunarvanchilik buyumlari, rasm va moy bo'yoqlar setildi. Xitoy 60 milliard dollarlik qiymatidagi Amerika mahsulotlariga bo'lgan tamojni bejini 5% bilan 25% orasida o'stirganligini e'lon qildi. Xitoy Davlat ishlari ministerligi Bosh komiteti e'lon qilgan bayonotda Amerikaning 200 milliard dollarlik Xitoy mahsulotlariga boykot tamojni beji 10% dan 25% ga o'stirishga qarshi tadbir sifatida 60 milliard dollar qiymatidagi Amerika mahsulotlariga bo'lgan tamojni bejining 5% dan 25% ga o'stirilganligi bildirildi. Bayonotda bu tadbirning 1-iyundan boshlab yo'lga qo'yilganligi 5, 10, 20 va 25% saviyasida jami 2493 mahsulotni o'z ichiga oladiganligi bildirildi. Venezuelada o'zining vaqtli davlat raisi e'lon qilgan Guaido Amerikadagi vakili orqali Amerika Qo'shma Shtatlari armiyasidan yordam talab qildi. Guaidoning Amerikadagi vakili Charles Vico Amerika taratquv hisobida Guaidoning Amerikadan yordam talab qilgan maktubini e'lon qildi. Rossiya, Xitoy va Turkiya qatorliq davlatlar hozirgi prezident Nikolas Maduroni qo'llamoqda. Belgiya doiralari Saudiya Arabistonga qurol setish masalasining ko'zdan kechirilganligini bildirdi. Belgiyaning fransuz tilidagi televiziya kanalining ziyoratini qabul qilgan tashqi ishlar ministri Reinders, meningcha agar Yaman qatorliq urush bo'layotgan joylarda qo'llanganligi o'tirg'i chiqsa, Saudiya Arabistonga qurol setishni to'xtatish yaxshi chora bo'ladi dedi. Rossiya mart oyida shirkatiga Tavan nomli olam kemasi kelgandan keyin xalqaro olam punktida paydo bo'lgan aroq puruqi haqida Amerika aviatsiya va olam qatnash idorasi yana NATOga shikoyat sundi. G'alati tuproq havo tozalash sistemasi orqali yo'qitildi. Rossiya olam ushquvchilari yetishtirish markazining boshlig'i Pavel Pilasov voqeaning mart oyining 5-ida yuz berganligini, lekin o'zlarining yangi xabar topganligini aytdi.